Oğlum sos yiysanmi? Unda pirojni yiysanmi? Yo'q. Unda salat yiysanmi? Yo'q. Ye, baqirma ye. O bolaga baqirma, miyasidan travma olib, psixikasi buziladi. Men yerga kel, o'zim borsam o'yib qilaman bola. Yo'q, borsam urasiz. Kimga kelsam uradi, kelmasam uradi, ochib ketdi. Rotda uramiz kerak. Voy bolam bechorani mazasi bo'lyapti-ku, o'z missig'i chiqib ketyapti. Ye, bo'ling tez, ko'ring, chaqirsangiz bo'lmaydimi? Boshqa ish qilolmayman, tomog'im bitib qoldi. Opa, bolalaringiz buncha tiyman o'zi. Istamamam qirib ketibdi, aya. Uf, bor ana bitta piyozni g'archilatib tishlab ye, grippni kesardi. Mana shu sani alohida xonang. Bugundan boshlab shu yerda uxlab turasan, xo'pmi? Sizlar qayerqa? Sanga uka olib kelgan. Uf, bitta uyda pechka bo'lgandan keyin shu-da. Bu turishda ukasini qachon olib kelamiz? Bolajonim, ingliz tiliga borasanmi yoki taekvondoga? Tanla. O'g'lim mol boqqani borasan, Xo'japoy uygani borasan. Tanla. O'g'lim, sen ham endi balog'at yoshiga yetib qolding. Qizlar bilan ko'chada levi ishlar qilib yurmagin. Uylangin kelsa, uylantirib qo'yaman. Padaringga to'liqmi ko'zim ko'rinma? Dada 20 ga kirdim, men ham televizor ko'rishim kerak-ku. Ada shu saru bolani Sergeli filialda detskiy plashatkasi vajib zo'rdi. Ha, bu detskiy plashatkani labirint hamkor qilib bergan. Hamma narsasi sifatli. Kimga detskiy plashatka kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shu labirint hamkorga murojaat qilish kerak. Chunki ularning zavodlari ham bor. Katta zavod sexlarida sifatli mahsulotlarni ishlatishadi. Yana darsdan bo'sh vaqtlaringda mana shu detskiy plashatkada o'ynaysan. Obod, mana ikkita novoscha ham olib kelib qo'ydim. Endi uydagi mollardan bo'sh vaqtingda mana shu ikkita novoschaga qaraysan. Nima? Bor, Volgani orqasida shunda arava turibdi, olib kelib ber. Xo'p. Qani arava yo'q-ku? Dada, arava yo'q ekan u yoqda. Qaradingmi, yaxshilab nima? Arava bo'lmaydi, shu yerda turuvdi Volgani orqasida shunda. Ha, qaradi, Volgani orqasida yo'q, dada. Yaxshilab qaradingmi? Voy, o'zingiz mana qarang, yo'q. Hozir borib topsam, basharangni ko'raman. Tushundingmi? Yuring, mana, yuring. Mana nima mana aravamni turibdi-ku, mana mashina Volgani orqasida dedim. Ko'rmadingmi mashina? Rostdan yo'q edi. Hozir yo'q edi, dada, rostdan. Dada, yo'q edi. Sizga. Svetdan keldik, uyda kimdir bormi? Bor, uyda hech kim yo'q, bor. Anaki uyda hech kim yo'q edi. Kim aytdi? O, mana dadam. Voy, onang nima ko'r. Molga suv berdingmi? Ha, berdim. Mana ichyapti-yu. Voy, rostdan berdim. Bu yoqqa endi. Mana qo'shni, sizga mana ekler sovunlar so'raganingizni olib kelib qo'ydim. Mana qattig'i ham, suyug'i ham. Hamma maqtayotgan sovun. Zo'r ekan. Eng qizig'i bor, mana qattig'i, zo'r ko'pirar ekan. Suvda uncha-munchaga erib ketmas ekan. Undan tashqari eklerdagilar sochga kraska chiqarishardi-yu. Hozir sovunni ham yo'lga qo'yib yuborishdi. Tabiiy. Atir yomonni sevibsiz, mana dek olibdi. Bu atir emas, qo'llarimni ekler sovunlarga yuvdim. Hidi ham bor. Hidi ham bor. Ya'ni bitta qo'shib olmasangiz bo'lmaydi. Bolta, yoqqa. Hop, Volgani orqasida bagajda. Yana Volganmi? Gap eshit. Volgan bagajning ustiga bunaqa ekler sovunlarni, qattig'ini ham, suyug'ini ham qo'yib qo'yganman. O'shandan ikkita olib kelgan, tushundingmi? Volgani ustida. Volgan ustida topolmadim, ko'rmadim deb kelman. Chun boshqa yo'l boraman. Bor, tez. Hozir. Mana, mana Volgani ustida siz yetayotgan sovunlar yo'q. Mana ataylab videoga olib qo'yapman. Yo'q ekan. Voy, onang nima bir topolmay ket. Hozir men bilan birga boraman. Deyishingizni bilib, men videoga olib keldim, meni urmang deb. Mana. Mana Volgani ustida. Mana ustida yo'q siz yetayotgan sovunlar. Mana ataylab videoga olib qo'yapman. Ada ruxsat bersangiz, ozgina lecheyni olsam bo'ladimi? Rostdan yo'q edi. Houston. Biz oyga yetib keldik. Sizlarni birinchilardan bo'lib oyga qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Ha! Amerikaliklar doim birinchi. Menimcha biz birinchi emasmiz-ku. Mahallani obodonchiligiga qarash. Sonsoxonaga sovus qilaman ona. Chapillamay, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biz birinchimizmi desam, o'zbeklar oshib o'tiribdi.
Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akani qo'liga suv qo'y. Qani, o'taveramiz, a? Assalomu alaykum. Aka bobodan dotsiz yo'qmi? Sigaret bor. Rais vaqtida bilib qoladi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bormonlar tayin tozala. Yuring aka, keling. Voy, akalaring skafandrini teshib qo'yishmagin, o'lib qolmasin. Qoyil lekin biz yillar davomida bu yoqqacha tayinlanib keldik. Siz qanaqa kelib qoldingiz? Bir kun qovun paykalda yotuvdim. Uchanlik kopcha shunday uchib keldi-da, ichidan yangen tushib kelyapti-yu. Yurak bitada urdi-da, ashundan beri oydan. Yelkalarda oldi jittillama, rashqim yomon. Bor ichkariga kirib o'tir. Davay. Chanqagandir siz, yuring suv bering. Mana, klavisni yangi chiqqani. Moviy malinali ta'mi. Ha endi oshirib yuborsiz. Oyda to'kini baqsa, xaladini qanaqa qilib ishlayapti? Bechorani bir marta chaqmoq urdi, ashundan keyin o'zidan to'y chiqaradigan bo'lib qolgan. Mehmon, qani suvlardan olingchi. Bu moviy malini Amerikada yetishtirib chiqariladi. Ha, Amerikacha tam. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ana. Oyda ham trenddada u. Mehmon, siz icha olmaysiz, skafandringiz bor. Keling, yechib qo'yaman. Qima, immunitet past bolalarga o'xshab. Nafas olaver, bet havosi tashkandagi bilan bir xil. 15 yil degan uyimiz ham o'zgarib ketdi. Aka, yaxshimisan? Rossiyaga qalaysiz, aka? Voy, uzun qolib ketdim. Keling, aka, keling. Oy, sen qayerda yuribsan? Dada. Aka, dadam kichkinaligimizga xotiraga o'tib qoldilar. Onam yo'qotgandan keyin bizani 5-6 yoshda bo'ylayaptilar. Dada, qara, kallangga mana shu bo'lsa kidib qo'yib, qayerda yuruvding shuncha? Bolalar bilan futbol o'ynayotdik. Ay, kurga. Uyga nimaga qiz olib kelding? Qizmas, bu meni xotinim. O'zimni xotinimda. Xotin xotiralarini yo'qotgan. Sen xotin. Bu sinfdoshim, dars qilyotdik, sinfdoshim. Ada deydimi? Meni nima deyaptimi? Ada deb sinfdosh qanaqa qilib? Bitta bolaga 7 mahalla ota hisoblanadimi? Ha, bo'ldi, sinfdoshim bor. Ancha qiynalib qopdilar. Mana sallaga ikkita taka saltang o'g'limga. Sariq bola to'y solib keldim, o'ncha o'yin. O, ichida sovg'alar chiqadigan. Rahmat, o'g'limga beraman. Qanaqa o'g'il, jinnimisan? Men senga olib keldim. O'g'lingizmi? Ukam o'g'lim salla. Bo'l, ada boravering. Bo'l, rahmat, ada. Rahmat. O'ynagan. Rahmat, maza qilib o'ynaymiz. O'g'lingizga berasiz. Endi hozir adam sizni yosh bola deb o'yladi. Undan tashqari qarang, o'g'lingizga berganingizdan keyin aka hozir u sariq bola to'y вообще hit bo'lgan. Orqasiga qarang, har xil o'yinchoqlar. Zo'r sovg'alar chiqib kelgan. Men sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Sovg'a yo'ldirsiz, zo'r mashina, raskraskada shirinliklar ham bor ekan. Farzandlarga kaklas. Farzandlarni joyiga o'rgansin. Endi kimning bolalari deb qolmasin. Voy, 2011-yil Barsa Real aniq yutgan keyin o'lgan. Voy, 100% eslayman. Men uylanuvdim 2011-yil. Real yutgan Barsani. Baqirma. Nima baqir chaqir? Nima urish? Uylangan yilim bor, 2011-yil. Barsa yutgan dodi, Real yutgan-u. Hatta Real yutadi. Barsa 2-0 Messi dubl qilib 2 ta gol tiqqan. Barsa yutgan. Tavba qildim. Sizlar chiqib qoldi. Bu hamma narsa tinchlikmi? Endi Barsa Realni yutganini hech qachon esdan chiqarmaymiz. To'g'rimi? Barsachilarga jo'natib qo'yinglar.